Tabobat olamiga dunyoda birinchi o'ringa turadigan bo'qoq zopiborlarga yaxshi yordam berib kelayotgan giyohni aytib o'taman. Birodarlar, hamma joydan topsangiz bo'ladi, lekin bu Rossiya davlatidan keladi. O'sha mashhur Beliya lapchatka, ya'ni g'oz panjasi bilan mashhur tanilgan o'sha bo'qoqiz bormi, zob bormi, uzdavoy tugunlik bormi, qalqonsimon bezizdagi faoliyatini yaxshilab beradigan xususiyatga ega. Zaharlik bo'qoq bo'lsa, tugunlik bo'lsa, xudo xolasa ildizi bilan yo'qotib beradigan xususiyatga ega birodarlar. Juda ko'p insonlarga beryapmiz. Shu videoni Instagram qo'yamiz, bizdan olib iste'mol qilgan insonlar juda ko'p. Kommentariyada kutaman, xudo xolasa o'sha gormonal buzilishlar, kista miyomalarga, ayollar jenskiy zableveniyaga juda yaxshi yordam beradi. O'sha bo'qoq zopi borlarga jo'natib qo'ying, xudo xolasa foydali bo'ladi. Lapchatka beli, buni yaxshilab maydalaysiz, un qilib, bir choy qoshiq 400 gram qaynagan suvga 1 soat damlaysiz. Tayyor bo'lsa, 200 gram ertalab, 200 gram kechqurun iste'mol qilsangiz agar, xudo xolasa manaman degan bo'qoq zopni ko'zini oladigan xususiyatga ega. Do'stlaringizga jo'natmang, xudo xolasa foydali bo'ladi. Manzilimizni juda ko'pchilik biladi. Yunusobod, Toshkent, Yunusobod dehqon bozorida zira qatorida 3 ta 7 Bayon tabibga borsangiz, Rossiya davlatidan olib kelingan, bemalol topib, narxi ham insof bilan qo'yilgan, bemalol xarid qilishingiz mumkin.